siz ota-onangizni umra safariga jo'natyapsizmi yoki o'zingiz birgalikda olib ketyapsizmi? Mana shu videomiz aynan siz uchun. Siz mana shu videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, erta ota-onangiz qiynalmasligiga sababchi bo'lasiz. Ya'ni qanaqa sababchi desalaring, ertaga ozgina chiqadigan muammolarni oldindan hal qilishni va nimalar olib olish kerakligini men sizlarga qisqacha tushuntirib berib o'taman. Eng asosiysi, ota-onangizning sog'liqlarida muammolari bo'lsa, o'zlari doimiy qabul qiladigan dorilarni olib olishingizni tavsiya qilib qolamiz. Hech qanaqangi muammo bo'lmaydi. Inshaalloh bundan tashqari ota-onangizga yana Madina Munavvarada 2 mahal taom. Bundan tashqari Jiddaga tushirsa, Jiddadan Madinagacha 6 soat, Madinadan Makkagacha 8 soatlik yo'l. Endi yo'lda to'xtab qorin ochsa ovqatlarni yeylik desalaring, endi erta til bilmaysizlar, ovqat xarid qilish ham muammo. Endi 50 boshlar yordam beradi. Bu ovqatlar meni nazlimda to'yimsizga o'xshaydi. Ya'niki hali olganingiz bilan yesangiz, biz o'zimizni kaloriyani, biz o'zimizni qornimiz to'ymaydi. Ana shunaqa holat uchun mayiz, bodam, pista, keshu, shunga o'xshash oz quruq mevalar. Va misol avtobusda yursa kimdir ko'ngli nima bo'ladi? Qurut va yaxshi ko'rib yeydigan nonlarni kesib chiroyli qilib joylab va 1 kilo mol go'shtini tushonka qilib bonkada parda pishirib ota-onangizga solib bersangiz, ana shu masofada yo'lda samolyotda uchib ketayotib ota-onangiz haligindan tanovvul qilib ketishadi va Madina Munavvarada ertalab choy ichishlari ham mumkin bo'ladi. Xudo xolasa bu narsa albatta zarur bo'ladi. Bu narsa albatta kerak bo'ladi. Bu narsani albatta qilib beringlar. Ota-onalaringiz jo'natyapsizlarmi? Budjet tomonlama hech qanaqa katta budjet ketmaydi. Men o'zim borganimda olganman va ko'pchilik ketayotganlarga tavsiya qilaman. Mana shunaqangi umra safariga ketayotib, nimalar olib olishni o'ylayotgan bo'lsalaring, ajoyib tavsiyalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Va albatta umra safariga bormoqchi bo'layotgan aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, biz sizlarga ajoyib sharoitlarni tayyorlab qo'yganmiz. Xudo xolasa aziz yurtdoshlar, 7 kunlik umra safarlari albatta bizda tashkillashtirilgan. 22-iyul Farg'ona Jidda, 29-iyul Farg'ona Jidda yo'nalishida 7 kunlik paketlarimizning narxi siz aziz yurtdoshlarimizga $925. Toshkentdan 28-iyul sanasiga 7 kunlik paketimiz $900. 14 kunlik paketlarimiz aynan ushbu sanalarga, ya'ni Toshkentdan 28-iyul Toshkent Jidda yo'nalishidagi reysimizga 14 kunlik paketimizning narxi sizlar uchun $975. 22-iyul Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reysimizning narxi sizlar uchun $950 14 kunligi. 29-iyul Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reysimiz xudo xolasa 14 kunlik paket narxi $995. Endi bizda shunaqangi yangilik tashkil qilingan, ya'niki shafoat paketi, ya'ni 40 farz. 8 kun Madina Munavvarada, 6 kun Makka Mukarramada bo'lasizlar. Ushbu paketimizni $1300 dan sotishyapti. $1350 odam olishyapti. Biz sizlarga $1150 dan qilib beramiz. Ya'niki 8 kun Madina Munavvarada, 6 kun Makka Mukarramada bo'lasizlar. Madinani sog'inganlar, Madina Munavvarada uzoq muddat bo'lmoqchi bo'layotganlar uchun inshaalloh sizlar uchun aynan ushbu sharoitni ham tayyorlab qo'yganmiz. Narximiz ham juda ham arzon. Rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays firmasi orqali mukammal umra qiling. Xudo xolasa bizga O'zbekistonning 12 ta viloyatidan aloqaga chiqib, Telegram orqali pasportlarni tashab, bemalol o'zlaringga yaqin bo'lgan bankka borib, ozgina zakolatlar tashlab bersalaring bo'ldi albatta. Xudo xolasa xohlovchilar Farg'ona Ma'lumot Mustaqillik ko'chasidagi ofisimizga tashrif buyuringlar, xohlovchilar Toshkentdagi ofisimizga tashrif buyuringlar. Sharoitlarimiz Madina Munavvarada 100-200 metr, Makka Mukarramada 800-900 metr oralig'idagi 10-12 daqiqalik piyoda
Haramgacha masofadagi gastnitsa, avtobus xizmatlarimiz ham bor. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina ziyoratlari, Qubbo masjidi, Uhud tog'i, Ravza-i Sharif, Qur'on bosmaxonasi, Xurmo bog'i. Makka Mukarramada Mino, Muzdalifa, Jamorot, Arofat, Hiro g'ori, Savr g'ori va shu qatori ziyoratlar hamda Qizil dengiz sayohat firma hisobidan amalga oshiriladi. Yuqori yillik, malakali ellikboshlarimiz ishonchli hamsafar bo'lishadi. Xavfsiz va mukammal umra qilishliklaringga yelkadosh bo'lishadi. Aeroportda kamzil, sumka hamda bejiklarimiz taqdim etiladi. Hamda vizalarimiz beriladi. Qaytayotganlaringda 5 litrli Zamzam suvlari hadya sifatida taqdim etiladi. Xudo xolasa kim umra safariga bormoqchi bo'layotgan bo'lsa, mana shu videomizni yuborib qo'yinglar, bitta like bosib qo'yinglar, kommentariyaga yaxshi yozib qoldiringlar. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga mana shu videomizni yuborib qo'yinglar. Eng arzon va eng chegirmali narxlar albatta bizning kanalimizda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda diydor ko'rishguncha omon bo'linglar.